Prezidentimiz tashabbuslari bilan O'zbekistonda innovatsiyalar va startaplarni rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu borada amalga oshirilgan islohotlar natijasida mamlakatimizda zamonaviy startap ekotizimi yo'lga qo'yildi. Tarixiy burilish nuqtasi sifatida men 2017-yildagi farmonni eslasam bo'ladi. Bu farmon hozirgi O'zbekistonni IT hubga aylantirishga eng asosiy fundament yaratib bergan tarixiy farmon bo'ldi. 2017-yilda prezidentimiz qabul qilganlar. Endi o'sha paytda hech kim ishonmas edi. U O'zbekiston deb internetda qidirsangiz nima bo'lardi? Paxta yakka hokimligi, hamma borib majburan ko'chada paxta terayotgani yoki umuman konvertatsiya yo'lligi, iqtisodiy tadbirkorlik sharoit yo'lligi, boshqa shunaqa muhitda hurmatli prezidentimiz uzoqni ko'zlab mana shu farmonni imzolagan. O'zbekistonni IT hubga aylantiramiz degan gap ketdi. O'zbekistondan chet elga o'sha paytda ketib qolgan vatandoshlarimiz ham hammasi kelib, bu yerda o'z biznesini ochyapti. Bu yerda o'zini biznesini ochyapti, o'zini startapini yo'lga qo'yyapti. U nafaqat Toshkent shahrida, uzoq hududlarda ham, mana yaqinda kuni kecha Andijon viloyatining Marhamat tumani, umuman Qirg'izistonning chegara tumani. O'sha yerda katta 6,5 million dollarlik vatandoshimiz investitsiya qilib, o'zini IT markazini ochdi. Startap o'stirish bu juda kelajagi bor yo'nalish. Endi biz mana ishni boshlagan paytimizda nimadan boshladik? Biz birinchi outsourcedan boshladik. Juda ko'p kompaniyalar outsource olib keldik va bu yo'nalish davom etyapti. Buning orqasidan ko'p ish o'rin yaratilyapti. Mana BPO deymiz ham, KPO deymiz va hokazo. Bu ko'proq masofaviy xizmat ko'rsatish outsource masalasi. Yaxshi g'oyalari bor yoshlarimizni o'sha startap g'oyalariga venture investitsiya kiritish orqali g'oyalariga hayot berish mazmuni va buning natijasida mana aloqa venturesda birinchi aprobatsiya qilindi. Juda ko'p startaplarga boshidagi investitsiyalar kiritildi. Aloqa Ventures Venture fondi 2020-yilda Aloqa Bank tomonidan tashkil etilgan bo'lib, hozirgi kunda Venture fondimizning kapitali 21 million dollarni tashkil etadi. Aloqa Ventures tomonidan 85 ta startapga 11 million dollar investitsiyalar kiritildi. Hozirgi kunda portfel startaplarimiz 35 dan ortiq davlatlarda faoliyat yuritib, bizning startaplarga xorijiy venture fondlar tomonidan 41 million dollardan ortiq investitsiyalar kiritildi. Yilda Aloqa Ventures tomonidan bizning kompaniyamiz 4 million dollarga baholangan va 100 ming dollar biza investitsiya jalb qilganmiz. O'zimizning bozorda bundan tashqari yana 7 ta davlatda hozirgi kunda faoliyat ko'rsatamiz. Platformamiz bor, MyGovga o'xshagan biznesni ichidagi hamma operatsion jarayonlarni bitta ketma-ketlikda bitta joyga yig'ib qo'yganmiz. IT Park bilan hamkorlikda dunyoning yetakchi akseleratsiya inkubatsiya dasturi bo'lgan Plug and Play kompaniyasi O'zbekistonga olib kelindi va ushbu dastur doirasida 50 dan ortiq O'zbekistonning startaplari o'qitildi va xorijiy bozorlariga olib chiqishga ko'maklashildi. IT Park O'zbekiston 2019-yilda tashkil topgan bo'lsa, IT Park Ventures fondi 2024-yilda tashkil topgan va 10 million dollar ajratilgan. Bugungi kunda startaplarimiz geografiyasi 15 tadan ortiq davlatni tashkil etadi. 2026-yildan fond kapitali 10 million dollardan 30 millionga oshdi. Yil yakuniga qadar 2 ta yirik tanlov o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ular President Tech Award va President AI Award. Ularning umumiy mukofot jamg'armasi 5 million va 1 million dollardan tashkil topadi va investitsiya to'g'ridan-to'g'ri IT Park Ventures fondidan ajratiladi. Men loyiha yaratdim, ya'ni mobil ilova ko'rinishida shu Karmon AI loyihasini yaratdim. Pullarimni saqlab qolishga, pullarimni to'g'ri nazorat qilishga, har oy byudjet tuzishga meni undagan. Keyinchalik qarasam, bu loyiha faqat menga emas, balki juda ham ko'p insonlarga kerak ekan. Keyinchalik bu loyihani kattaroq bozorga olib chiqish uchun uni professional ishlab chiqdik va ommaga taqdim etdik. President Tech Award degan tanlovi biz u yerda o'z jamoamiz bilan birgalikda moliyaviy texnologiyalar yo'nalishida Karmon AI loyihamiz bilan qatnashdik va u yerda biz o'z loyihamizga 100 ming dollar grant sifatida prezidentimiz tomonidan taqdirlandik. Avvallari IT sohasida qizlarni biz juda ham kam ko'rardik, lekin hozirgi kunda IT sohasida qizlarni
ulushi keskin ortib bormoqda. Prezidentimiz tashabbuslari bilan Zulfiya mukofotiga IT yo'nalishi kiritildi. Prezidentimizning qo'llab-quvvatlovlari bilan President Ekoward mukofoti joriy etildi. Qizlar tomonidan so'z solingan Femmi loyihasi President Ekowardda birinchi o'rinni egalladi. Femmi bu ayol qizlarni salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan raqamli platforma. Femmini asosiy maqsadi ayollarga ishonchli va tushunarli tibbiy ma'lumotlarni yetkazib berish. Ijtimoiy jihatdan esa bu sog'lom ona, sog'lom avlod. Prezident Ekoward O'zbekistondagi startapperlar uchun juda ham katta tanlov hisoblanadi va birinchi o'rinni qo'lga kiritgan yagona ayol faunderman. Women in Tech juda ham katta global harakat. Ilk bora o'zining ofisini Markaziy Osiyoda, O'zbekistonda ochdi. Bu ham bo'lsa katta e'tirof. Ko'plab qizlarimiz chet elda o'zini o'sha taqdimoti bo'ladimi yoki bir o'zini faoliyatini xalqaro maydonlarda o'zlarini o'sha namoyon qilishdi, yetakchi o'rinlarni olishdi. Thank you. It was really unexpected. I'm crying also. Mana oxirgi startup linkni reytingga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston dunyoda eng tez o'sayotgan startup ekotizimiga ega bo'lgan davlat sifatida baholandi va yil davlati degan mavqe berildi. Davlat rahbari tomonidan juda ham ko'p tashabbuslar oldinga surilyapti. Startup garaj faoliyati ham o'zi aslida prezident qarorlariga bog'liq. Startup garaj o'zi nima desa, qisqacha qilib javob beradigan bo'lsak, startup garaj bu yoshlarga, startapchilarga imkoniyat beradigan bir muassasa. Bu yerda biz startaplarni erta bosqichdan boshlab keyingi bosqichlargacha investitsiya olishlari bo'lsin, ularni bozorga kirishlari bo'lsin, barcha yo'nalishlarda qo'llab-quvvatlaymiz. Hozirda 14 ta hududda respublikada faoliyat yuritamiz. Aloqa Ventures Aloqa Bank bilan hamkorlikda biz butun respublikada o'z faoliyatimizni yo'lga qo'yganmiz. Startup garaj faoliyati faqat O'zbekiston bilan cheklanmagan. Qatar bizni birinchi kengaygan manzilimiz. Undan so'ng biz Saudiyada, Marokashda kengaydik. Maqsadimiz nima? Startaplarni soft landing, ya'ni ularni o'sha bozorlarga kirishida, xorijiy investitsiyalar jalb qilishida va kengayishida yordam berish. Birinchi yo'nalishimiz bu ta'lim. Biz ta'lim yo'nalishida hozirda 5 mingdan ziyod yoshlarni startap qurishga o'rgatdik butun respublika bo'ylab. Va ikkinchi yo'nalishimiz bu rezidentlik dasturi. Bu rezidentlik dasturimizni mana 2 yil oldin faoliyatini yo'lga qo'ygan bo'lsak, bugunga kelib biz 400 dan ziyod startaplarni mana shu startup garajlarda birlashtirdik. Biz Founder School, ya'ni asoschilar maktabida hozirda 5 mingdan ziyod yoshlarni erta bosqichda noldan startup qurishga o'rgatganmiz. Va ularga biz umumiy miqdorda $4 million dan ortiq pul jalb qilib berdik. Va ular hozirda nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlarda ham o'z faoliyatlarini yuritishyapti. Umumiy qiymatini oladigan bo'lsak, bu kompaniyalarni hozir $100 million dan oshiq baholanyapti. Har bir venture fondning asosiy maqsadi startaplarni kengaytirish, rivojlantirish va albatta exit qilishdir. Xuddi shunday Aloqa Ventures 2025-yilda O'zbekistonda birinchilardan bo'lib portfelning 5 ta startapini exit qildi. Yoshlarni istiqbolli startup loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Yoshlar ishlar agentligi tizimida Ustav fondi $10 million bo'lgan Yoshlar Ventures jamg'armasi tashkil etildi. 27 ta istiqbolli startup loyihaga umumiy qiymati $1,5 million miqdorida investitsiya mablag'lari ajratildi. Bugungi kunga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahrida 16 ta startup arena tanlovi o'tkazildi va bu tanlovlar doirasida 20 dan ortiq mahorat darslari, ochiq muloqotlar o'tkazilib, tanlov doirasida Yoshlar Ventures jamg'armasi tomonidan $300 ming miqdorida investitsiya mablag'lari ajratildi. Prezidentimizning 59-sonli qarorini ijrosini ta'minlash doirasida Yoshlar ishlari agentligi tomonidan AQShga amalga oshirilgan xizmat safari davomida Cornell Tech universiteti bilan hamkorlikda ilmiy ishlanmalarni, ilmiy tadqiqotlarni tijoratlashtirish, Deep Tech startup loyihalarini yaratishga qaratilgan Runway dasturini Uzkombinator loyihasi doirasida amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Ko'pchilik startup boshlayotgan yoshlarimizda bir fikr bo'ladiki, pul topish qiyin, startapga pul topa olmayman degan fikr bo'ladi. Lekin ikkinchi tomon ham bor-ku, angel investor deyiladi. Birinchi pul tikadigan investor. Hozir mana eng katta imkoniyat bor soha aynan startap.
большая работа проделана. Davlat instituti tomonidan juda katta ishlar qilingan. U yerda zudlik bilan bir lahzada hech qanday to'siqlarsiz. Birinchidan networkka, undan keyin imtiyozlarga, resurslarga, moliyalashtirishgacha bo'lgan barcha imkoniyatlarga ega bo'lish imkonini beradigan hamma kerakli shart-sharoitlar yaratilgan. Kommunikatsiya yo'lga qo'yilmoqda. Shunchaki masala sizning bu borada qanchalik harakat qilishga va hamkorlik qila olishga tayyor ekanligingizda. Shu startap uchun bir-birini to'ldirib, harakatlanishi mumkin bo'lgan u yoki bu bozor hududini qanday qilib topishni tushuna bilish kerak. Shu g'oya atrofida bemalol harakatlana oladi. Eng asosiysi ishonch va harakat qilish. Shundagina atrofida barcha kerakli resurslar yig'iladi. Hozirgi vaqtda sohada ijtimoiy-iqtisodiy modelni yaratish ancha osonlashdi. Mintaqamiz aholisi xato qilishdan qo'rqishmaydi. Men ko'plab davlatlarda bo'lganman. Shunday narsalarni kuzatganmanki, ko'pchilik tavakkal qilishdan qo'rqadi. Shuning uchun men barcha kreativ soha, IT yo'nalish, fintech yo'nalish, umuman yaratuvchilarimizga faqat loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishni tilagan bo'lardim. Enterprise Uzbekistan degan yangi tashkilotni tuzish bo'yicha mana prezidentning farmonlari qabul qilindi. Buni ustuvor tomonligi nimaki? Bu faqat soliq imtiyoziga sharoit emas. Asosiysi umuman u kompaniyalar uchun qulay yuridik muhit bo'ladi. O'zi xalqaro kompaniyalarni yollash orqali mana Ernst & Young Big Four kompaniyalardan bittasi bilan konsultant olib, dunyodagi o'sha qonuniy rejimlarning ichida eng qulay qanaqa bo'ladi degan qonuniy bazani ishlab chiqdik. Va shuning natijasida ertaga u odamlar bilan kontrakt qilishi bormi yoki intellektual mulkka tegishli qonunchilik bormi, yana boshqa normalar. Shu hammasini bu hududda chet el kompaniyalari uchun qulay bo'lgan sharoitga beriladi. Toshkent shu mintaqaviy shtab-kvartirani joylashtiradigan markazga aylanyapti va unga tegishli qonuniy baza qilib Enterprise Uzbekistan qilganimizdan albatta yanada ko'proq kompaniyalar o'zini shu mintaqaviy hududiy markazini aynan Toshkentda, aynan shu Enterprise Uzbekistonda ochadi deb umid qilamiz. Xudo xolasa shu kunlar keladi. 10 yildan keyin, 20 yildan keyin Xorazmiylar paydo bo'ladi. Birunilar paydo bo'ladi, Ibn Sinolar paydo bo'ladi. Men ishonaman bunga, men sizlarga ishonaman.